o'z umrini uchun zarur bo'lgan biologik faol moddalar saqlaydi. Ma'lumki bizni ota-bobolarimiz ko'proq mana shu o'simliklardan foydalanib davolashgan, ya'ni turli tabiblar va hokazolar. Agar respublikamiz tarixiga keladigan bo'lsak, mana shu Abu Rayhon Beruniyning Kitob as-Saydana fit deb asari, undan keyin Abu Ali bin Sinoning tib qonunlari asarlarida juda ko'p o'sha o'simliklar dorivor vositalari to'g'risida ma'lumotlar keltirilgan. Endi mana shu o'simliklar hozir ham xalq tabobatida keng miqyosda ishlatiladi. Bu bizning boy mahalliy xom ashyomiz bo'lib hisoblanadi. O'simliklar asosida dorivor vositalarni yaratish bizning institutimizning asosiy yo'nalishlaridan hisoblanib, bu o'simliklar tarkibidagi biologik faol alkaloidlar, glikozidlar, terpenoidlar, fenol birikmalar, oqsillar, lipidlar va hokazo shunga o'xshagan birikmalarni ajratib olish, ularni kimyoviy tuzilishini o'rganish va ular asosida yangi dorivor vositalarni yaratish bilan bu institutning asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi va bu sohada institut katta yutuqlarga erishgan. Bizning laboratoriyamizga keladigan bo'lsak, laboratoriyada olib borilgan ilmiy tadqiqot izlanishlari natijasida tibbiyot amaliyotida qo'llanish uchun 8 ta dorivor vositalar taklif qilingan. Bular tefestrol, kofestrol, panaferol, flatiron, flanarin, aligvon, sinarazid kabi demak dorivor preparatlar bo'lib, bular ishlab chiqarishga to'la joriy qilingan va farmatsevtik kompaniyalar tomonidan yoki institutimizda tajriba ishlab chiqarish korxonasida ishlatiladi va tibbiyot amaliyotida qo'llaniladi. Bulardan mana bittasini oladigan bo'lsak, tefestrol preparati bu Ferula tenusekta, ya'ni Ferula o'simligini, ya'ni kavrak deyiladi o'zbekchasiga, o'simlik asosida olingan dorivor preparat bo'lib, bu asosan ayollarning shu jinsiy gormonlari sifatida ta'sir qiladi organizmga va ba'zi hollarda shu demak ba'zi ayollarimizda gormon yetishmasligi yuzaga kelganda bu preparatni ishlatiladi. Samarali qo'llanib, natijada juda ham yuqori natijalarga erishilgan. Xuddi shuningdek, mana chorvachilik amaliyotida ishlatilish uchun, xususan parrandachilikda demak tovuqlarni tuxumni ko'paytirish uchun panaferol, kofestrol degan preparatlar ishlab chiqarib, ular ham ishlab chiqarishga joriy qilingan. Mana shu preparatlarni yaratish uchun biz o'sha respublikamizdagi tabiiy o'simliklar manbalaridan foydalanamiz. Laboratoriyamizda ishlar konveyer usulida, umuman institutda konveyer usulida yo'lga qo'yilgan. Masalan, bizda botanika, demak, va texnik o'simliklar laboratoriyasi bor. Undan keyin ular o'simliklarni ko'rish, aniqlash sistematikasi, ularni tayyorlash bilan shug'ullanadi. Biz o'sha o'simliklar aslini demak ekstraksiya qilib, ular tarkibidan o'sha o'zimizga tegishli bo'lgan terpenoidlar, fenol birikmalarini ajratib olish, ularni tozalash, kimyoviy strukturasini aniqlash. Buning uchun eng zamonaviy fizik tadqiqot usullaridan, xususan Yamer spektroskopiya usullaridan foydalaniladi va boshqa usullardan. Natijada strukturasi aniqlangan moddalarni demak tayyorlab biz farmakologiya laboratoriyasiga, ya'ni farmakologik tadqiqotlar uchun yetkazib beramiz. Va farmakologik tadqiqot natijalari ijobiy bo'lgan taqdirda, demak, ular asosida dorivor vositalarni yaratish ishlari boshlab yuboriladi. Ya'ni o'sha moddani, o'simliklarni ajratishning maqbul usullari ishlab chiqaradi. Bunga alohida patentlar olinadi, maqolalar yoziladi va o'sha vositalar keyin texnologiya, tajriba texnologiya laboratoriyasi, eksperimental texnologiya laboratoriyalariga, demak, sanoatda shu dori vositasini o'simlikdan ajratishning maqbul texnologiyasini yaratish uchun ularga taqdim etiladi. Hozirda ushbu institut xodimlarining soni 300 dan ortiqni tashkil etadi. Ulardan 100 ga yaqini ilmiy darajalarni qo'lga kiritgan olimlar hisoblanadi. Ularning sa'y-harakatlari natijasida shu kungacha 60 dan ortiq dori vositalari va biologik faol qo'shimchalar yaratilgan bo'lib, ulardan 35 tasi tibbiyot amaliyotida foydalanish uchun tavsiya etilgan. Laboratoriya matematikasi terpenoidlar va fenol birikmalariga keladigan bo'lsak, bular terpenoidlar alohida bir katta sinf moddalar bo'lib, terpenoidlar navbatida monoterpinlar, sesquiterpinlar, diterpinlar, sesterpinlar va guruhlarga bo'linadi. Bular juda ko'p. Xususan Perovskiy, bizda o'zbekchasiga xapri deyiladi bu o'simlikni. O'zbekiston hududida keng tarqalgan 4 ta turi bor. O'simligini ilgari tadqiq qilinmagan turlarni biz o'rganishni boshladik va ulardan diterpenoidlar, ya'ni biologik faollikka ega bo'lgan, hozir dastlabki ma'lumotlarga qarab, ular kuchli yallig'lanishga qarshi ta'siriga ega ekan preparatlarni ajratib olib, kimyoviy strukturasini aniqlab, demak,
farmakologik tadqiqotlarga biz yetkazib berdik va umid qilamizki, kelajakda shu moddalar asosida yangi yallig'lanishga qarshi kuchli dorivor vositalar yaratiladi. Bu hammasi respublikamiz aholisini salomatligini saqlash, uni demak yetarli dori mahsulotlari bilan ta'minlab berish uchun amalga oshiriladi. Xususan hozircha biz respublikamizga ko'plab dorivor moddalarni chet ellardan import qilib olamiz. Buning uchun mamlakatimizga katta byudjet mablag'lari sarflanadi. Mana shu biz olib borilayotgan ilmiy tadqiqot ishlari samarali, yanada biz agar uni samaradorligini oshiradigan bo'lsak, o'sha byudjet mablag'larini tejab qolish, respublikamizda o'zimizdagi mahalliy xom ashyolar asosida dorivor vositalar bilan ta'minlash masalasi bu juda katta muhim vazifalardan hisoblanadi, amalga oshirgan bo'lamiz. Bu laboratoriyaning nomi tajriba texnologiya laboratoriyasi. Asosan laboratoriyamiz o'simlik xom ashyolari asosida substansiyalarni ajratib olish bilan shug'ullanadi. Keyingi paytlarda hukumatimizni ilm fanga e'tibori tufayli laboratoriya jihozlari yangilanyapti. Laboratoriyamiz bugungi kunda to'liq ta'mirdan chiqarildi. Laboratoriyamiz xodimlari asosan oldiga qo'ygan maqsadi kimyogarlarimiz, institutimizning kimyogarlari tomonidan ajratib olingan o'simlik asosidagi biofaol moddalarni farmakologlarimiz faolligini aniqlagandan keyin ishlab chiqarishni texnologiyalarini yaratish. Endi bu bilasizmi, bu yerda ishlab chiqarish jarayonida katta hajmda ishlar olib borilganligi tufayli bizning kimyogarlarimizni ko'ziga ilg'amagan yod moddalar ham chiqib keladi. Bizga kerakli modda bilan birgalikda ushbu yod moddalardan substansiyalarni tozalash va ularni tegishli texnologiyalar ishlab chiqarib, laboratoriyamiz xodimlari ushbu texnologiyaga tegishli me'yoriy texnik hujjatlarni rasmiylashtirib, tegishli hukumat organlariga topshirish hamda ushbu texnologiyalarni o'zimizning ishlab chiqarish markazimizda ishlab chiqarish jarayoniga tatbiq qilishdan iborat. E'tibor berib qaraydigan bo'lsak, mana shu uskunamiz Fransiyani ultrafiltratsiya uskunasi bo'lib, bu uskunada asosan ko'mir filtrlardan foydalanilgan holda ekstraktlar tarkibidagi yuqori molekulyar moddalardan tozalash imkoniyatiga ega bo'lamiz. Biz keyingi paytlarda laboratoriyamiz jamoasi bilan birgalikda har xil yuqori faoliyatga ega bo'lgan safro haydovchi, jigarni himoyalovchi, kardiotonik, qon to'xtatuvchi kabi preparatlar ustida ishlar olib bordik va biz respublikamizning farmatsevtika korxonalariga mana oxirgi yillarda 4 ta preparatni внедрение qilishga erishdik. Bu preparatlarimiz asosan jigarni himoyalovchi xususiyatga ega, keyin prostata adenoma kasalliklarini davolashda hamda buyrak kasalliklarini davolashda foydalanadigan preparatlarni biz tatbiq qilishga erishdik. Jamoamiz keyingi paytlarda mana o'simlik dunyosidan ajratib olinadigan alkaloidlar guruhiga mansub hamda neytral birikmalar guruhiga mansub birikmalarni ajratib olish ustida faoliyat olib bormoqda. Misol qilib aytadigan bo'lsam, alkaloidlardan bugungi kunga kelib allapinindan tortib aksaritmin, aklezin va hokazo bir nechta alkaloidlarni biz внедрение qilishga ulgurdik. Shuni bilan birga neytral moddalardan mana hozir bugungi kunga kelib flateron, flanarin, ferulen kabi preparatlarni zavod sharoitigacha ilmlarini qilib, ularni tegishli texnologiyalarni patentlab, respublikamizning ichki bozoriga hamda tashqaridan import o'rnini bosuvchi preparatlarni mahalliy xom ashyolar asosida olishga erishmoqdamiz. Buning natijasida mana yoshlar qiziqib institutlarni bitirib, farmatsevtika institutini, kimyo texnologiya institutini bitirib, keyingi paytlarda juda ko'paydi. Mana bu yil oladigan bo'lsak, bitta o'ringa 4 ta nomzod ko'rishimiz mumkin. Bu ham bo'lsa ilmga keyingi paytlarda davlatimizning e'tiboridan dalolat beradi. Alohida aytish kerakki, ushbu institut olimlari tomonidan hozirgi kunda 3 ta fundamental, 2 ta amaliy, 1 ta innovatsion, 4 ta xalqaro, budjet dasturi doirasida esa 10 dan ortiq tadqiqotlar olib borilmoqda. So'nggi yillarda barcha ilmiy tadqiqot institutlarida bo'lgani kabi, nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda yurak ritm buzilishlari yoki yurak qon tomir kasalliklariga yangi dori vositalarini izlash eng dolzarb muammo bo'lib kelmoqda. Jumladan yurak ritm buzilishlari yoki aritmiyalar kuzatilishi mumkin bo'lgan yurak qon tomir kasalliklaridan o'limni taxminan 63-65% tashkil qiladi.
Shu maqsadda institutimizda azaldan bu sohada alohida maktab shakllanganligi sababli so'nggi yillarda bu yo'nalishda nafaqat O'zbekistonning o'zi va biz bilan hamkorlikda Rossiya Fanlar akademiyasi, Xitoy Fanlar akademiyasi bilan hamkorlikda o'simlik asosida olinadigan individual birikmalar va ularni turli xil modifikatsiyalangan formalari hamda sintetik birikmalarni o'rganish asosida shu yangi antiaritmik faollikka ega bo'lgan dori vositalarini izlash bo'yicha bir qancha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Shu jumladan so'nggi yillarda olib borilgan ilmiy izlanishlar qatoriga shu antiaritmin nomi ostida chiqarilmoqchi bo'lgan yangi preparatimiz bor. U bir paytni o'zida ham xuruj paytlarida va ya'ni shoshilinch holatlarda deymiz va profilaktik maqsadda aritmiya xurujlarini bartaraf qilishda unikal dori vositasi sifatida tavsiya qilinmoqda va amaliyotda qo'llanib kelinayotgan propaferon va amiadaron dori vositalaridan nisbatan kam zaharli va yuqori farmakologik faollik namoyon qilishi bilan hamda ta'sir doirasi kengligi bilan ajralib turmoqda. Aynan shu maqsadda ushbu birikmadan yangi shu original dori vositasini yaratish bo'yicha nafaqat uni farmakodinamik usullari va balki farmakokinetik usullari bo'yicha ham aynan o'sha Xitoy Fanlar akademiyasi va Rossiya Fanlar akademiyasi bilan hamkorlikda izlanish olib borilmoqda. Hozirgi kunda barcha o'sha me'yoriy texnik hujjatlar O'zbekiston hududida registratsiyadan o'tkazish uchun Radix mas'uliyati cheklangan jamiyat bilan hamkorlikda uni dori shaklini ishlab chiqarish bo'yicha hujjatlar taqdim qilinmoqda va buni keng miqyosda qo'llash uchun barcha zarur me'yor texnik hujjatlar farmakologik qo'mitaga topshiriladi. Va so'nggi yillarda aynan shu bizada original dori vositamiz allapenin va uni hosillari asosida bir nechta modifikatsiyalangan birikmalarda allapeninga nisbatan ham kam zaharli va ta'sir doirasi keng bo'lgan dori vositalarini o'rganish bo'yicha izlanish olib borilmoqda va yetarli darajada ma'lumotlar olindi va shu bo'yicha ham izlanishlar olib borilmoqda. Qo'shimcha ravishda buni iloji boricha oxirgi yillarda o'sha ta'sir doirasini kengaytirish va shu yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nojo'ya ta'sirlarni kamaytirish uchun turli xil modifikatsiyalangan birikmalar unga qo'shib yuqori faollikdagi birikmalar olishga izlanishlar olib borilmoqda. Va shu bilan bir qatorda so'nggi yillarda Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi tomonidan moliyalashtirishga taqdim qilingan ya'ni sintetik birikmalar asosida yaratilayotgan tutqanoqqa qarshi yangi original dori vositasi bo'yicha ham ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Ushbu amaliy loyihamiz 3 yilga mo'ljallangan bo'lib, hozirgi kunda bu bo'yicha kimyoviy, texnologik va farmakologik izlanishlar olib borilmoqda va shu asosida tibbiyot amaliyotida ushbu guruh dori vositalariga bo'lgan talab yuqori bo'lganligi uchun O'zbekistonda ham aynan shu maqsadda, ya'ni epilepsiya kasalligi asosida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan tutqanoq xurujlarni bartaraf qilishga ixtisoslashgan yangi dori vositasini yaratish bo'yicha ilmiy izlanishlar olib borilmoqda va yetarli darajada ma'lumotlar bazasi shakllangan. Hozir ushbu yo'nalishda yanada chuqurroq izlanishlar davom ettirilmoqda. Alohida aytish kerakki, ushbu institut olimlari xorijiy yetakchi ilmiy markazlarda malakalarini oshirish bo'yicha o'tkazilayotgan qator tanlovlarda g'olib chiqib, AQShning nufuzli universitetlarida o'z malakalarini oshirib, vatanimizga yangi ilmiy g'oyalar bilan qaytib kelishmoqda. Olgan bilimlari asosida nafaqat o'simlik moddalari kimyosi instituti doirasida, balki mahalliy universitet talabalariga ham o'z bilimlarini o'rgatishmoqda. Bizning tajriba texnologiya laboratoriyasi fundamental tadqiqotlar va amaliy tadqiqotlar o'rtasidagi bog'lovchi laboratoriya hisoblanadi. Bizning maqsadimiz o'sha kimiklar tomonidan individual tarzda topilib, ularning farmakologik ta'sirlari o'rganilgach, katta sanoat miqyosida ishlab chiqarishga yo'naltirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib boriladi. Albatta, kimyoviy jarayonlar kichik hajmda olib borilgani uchun texnologik jarayonga o'tgandan keyin barcha jarayonlar, texnologik bosqichlardagi jarayonlarni ko'rsatkichlari o'zgaradi. Shu sababli bu texnologiya laboratoriyasi to'g'ridan-to'g'ri o'z ishlanmalari orqali sanoat miqyosida ishlab chiqarishni tashkillashtirishga etib xizmat qilib beradi. Shu yo'nalishda biz bir qator ilmiy izlanishlar olib boryapmiz. Hozirgi kunda misol uchun O'zbekiston Respublikasida o'sha gormonini bosuvchi fitoestrogenlar ishlab chiqilgan, masalan,
va hozirgi kunda bir qator dori vositalari institutimiz tomonidan tatbiq etilgan. Misol uchun estrogen xususiyatga ega bo'lgan tefestrol dori vositasi ayollarimizni ginekologiya sohasidagi kasalliklarni tuzatish uchun tatbiq etilgan bo'lsa, shu yo'nalishda olib borilgan tadqiqotlar natijasida ferulin dori vositasi asosida erkaklarga adenoma va prostata bezining rakini davolash uchun dori preparatlari amaliyotga tatbiq qilingan. Bu borada shu gormon o'rnini bosuvchi o'simliklardan olinadigan dori vositalarda hozirgi kunda gistagen ta'sirga ega dori vositalari oqsab bormoqda. Hozirgi kunda gistagen dori vositalari asosan o'sha sintetik usulda yoki bo'lmasa biologik usullarda olinib amaliyotga tatbiq etilgan. Lekin ularni zaharli xususiyatlari ko'proq. Shu sababli hozirgi kunda biz o'sha mahalliy xomashyolar asosida O'zbekistonda o'suvchi o'simliklarni tadqiq etib, gistagen ta'sirga ega bo'lgan fito preparat yaratish ustida shogirdlarimiz bilan ilmiy amaliy loyihalar amalga oshirmoqdamiz va shu yo'nalishda gistagen ta'sirga ega bo'lgan yangi dori vositalarini ishlab chiqish harakatidamiz. Hozirgi kunda farmatsevtika sohasida bir o'simlikdan bir modda yoki bir mahsulot ishlab chiqariladi, lekin ko'p jihatdan o'simlikda bir qator farmakologik ta'sirga ega bo'lgan boshqa biologik moddalar bo'ladiki, ham ajratib olib ularni amaliyotga tatbiq qilish so'nggi mahsulotni tannarxiga tushishiga olib keladi va yangi dori vositalarini yaratishga olib keladi. Hozir shu mazkur yo'nalishda ham bir qator amaliy ishlar olib borilyapti. Ya'niki yaqinda olib borilgan tadqiqotlarimiz natijasida Huston ko'vragi o'simligidan estrogen ta'siriga ega bo'lgan va vita preparat sifatida tatbiq etilgan tovuqlarning tuxum qo'yish qobiliyatini tezlashtiruvchi dori vositasi olinadigan joyda o'sha texnologiyada chiqindi sifatida qoladigan shirotdan biza o'sha bioreaktiv yoki bo'lmasam qishloq xo'jaligida hazmni yaxshilovchi prebiotik xususiyatga ega bo'lgan dori vosita yaratildi. Ya'niki bitta o'simlikdan bir texnologiya bilan kompleks qayta ishlash orqali ikkita preparat olish amaliyotga tatbiq etildi va shogirdlarimiz yaqinda bu borada fan doktori ilmiy darajasini dissertatsiyasini yoqlashga ham muvaffaq bo'ldi. Aslida bir innovatsion loyihani yaratish uchun uzoq izlanish va albatta katta mehnat kerak bo'ladi. Vaqti kelib yaratilgan yangilik odamlar hayotiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatsa, ayniqsa salomatligini mustahkamlashga yordam bersa, bunday izlanish uchun o'zining umrini sarflagan olim qilgan mehnatlaridan quvonadi va uni yanada rivojlantirishga harakat qiladi. Bu yo'lda esa davlat darajasidagi qo'llab-quvvatlovning o'rni alohida. Mamlakatimizda esa bu boradagi ishlarga yetarlicha e'tibor qaratilyapti.